Tushda shirin hidlar ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirin aytadiki, tushdagi shirin hid yoki noxush hid madh va maqtov, yoqimsizlik va nomaqbul so'zni bildiradi. Agar shirin hid dimog'iga kirayotganini ko'rsa, tanbeh eshitishini bildiradi. Agar haddan ziyod shirin hidni ko'rsa, o'limga dalil bo'ladi. Chunki murdani shirin hidlar bilan hidlantirishdan o'zga chora yo'q. Agar kishi o'ziga xushbo'y narsalardan surtilganini ko'rsa, uni maqtashlari va madh qilishlariga dalildir. Agar buning aksini ko'rsa, uning odamlar oldida ayblashlari va uning nomi xalq ichida yomonlik bilan tarqalishini bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.